Rabi'a Ansoriy radhiyallohu anhu Madinani boylaridan edi. Shunda Sa'd ibn Rabi'a radhiyallohu anhu Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu ni chaqirib aytdilarki, "Sen men bilan bugundan aka-uka bo'lding, qiyomatdek do'st bo'ldim. Molimni teng yarmini senga beraman" dedi. Shunda Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu kishiga qarab kulib turib aytgan ekanlarki, "Alloh molingga ham, ahlingga ham baraka bersin, sen menga bozorni ko'rsat" degan ekanlar. Shunda Abdurrahmon ibn Avfni bozorga borib, u kishi savdogarchilik qilib, halol savdo qilib, mehnat qilib shu darajaga yetdiki, mana insoniyat havas qiladigan darajadagi boylikka ega bo'ldi. Sahobalar aytadilarki, Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhu olamdan o'tganda u kishidan qolgan boylikni qo'limizda bozg'on bilan maydalab tillosini buzamiz deb qo'llarimiz qovorib ketgan. Quyma tillalarini. Shunaqa darajada boy bo'lgan.